Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhuni doimo halollikka e'tibor berish va shubhali luqmadan ehtiyot bo'lishlari borasida shunday deydilar. Hazrati Abu Bakrning bir qullari bor edi. U ishlab kelib nimalarni topib kelardi. Bir kecha o'sha qul taom ko'tarib keldi va Hazrati Abu Bakr u taomdan bir luqma yedilar. Shunda haligi qul aytdiki, nima bo'ldi sizga? Har kech mendan biror narsa olib kelsam, buni qayerdan olding, nima mablag'ga olding deb so'rardingiz. Bugun so'ramasdan olib kelgan taomimdan bir luqma yedingiz. Deganda Hazrati Abu Bakr aytdilarki, meni ochlik majbur etdi. Zudlik bilan shu taomdan tanovul qilishimga dedilar. Va buni qaysi yo'l bilan topib kelding deb so'radilar. Johiliyat paytida bir qavm oldidan o'tayotib, ularga afsun qilgan edim, fol ochgan edim. Mana shu xizmatimga ular menga haq berishni va'da qilib yurishgan edi. Bugun o'sha qavmning oldidan o'tib qoldim, o'sha va'da qilingan mablag'ni menga berishdi. O'shandan oldim deganda Hazrati Abu Bakr meni halok qilibsan-ku dedilar va qo'llarini og'izlariga tiqib qusishga harakat qildilar. Yegan narsa chiqmadi. U kishiga suv bilan qayt qilish kerak deyishdi. U zot qarshilaridagi idishdagi suvni olib ichdilar va qayta harakat qilib yegan narsalarni qaytarib chiqarib tashladilar. Shunda u kishiga Alloh rahmingizni yesin, bir luqmani deb shuncha qilasizmi deb so'rashganda Hazrati Abu Bakr aytdilar, agar yegan narsam jonim bilan qo'shilib chiqadigan bo'lganida ham uni albatta chiqarib tashlagan bo'lardim dedilar. Sarvari koinot mana shunday tarbiya qildilar. Bu zotlar mana shunday tarbiya ko'rganlar. Abdulloh ibn Muborak ma'rufda bo'lgan paytlarida birovdan iltimos qilib yozib turishga bir qalam oldilar. Xayollaridan ko'tarilib qalamni yonlariga solib Ma'rufdan Shomga bordilar. Ma'ruf Eronda, Shom bu Suriya. Shomga borgach, boyagi qalam xayollariga kelib, yodlariga kelib, darhol ortlariga qaytdilar. Oradagi masofani bilasiz. Shuncha masofa bosib kelib, yodimdan chiqibdi, qalamingiz meni yonimda qolibdi deb qalamni berib, yana izlariga qaytib ketgan ekanlar. Hazrati Imom Buxoriyning otalari Abul Hasan Ismoil ibn Ibrohim o'lim to'shagida yotganlarida otalaridan eslab Imom Buxoriy aytadilar, molimdan biror bir dirham va na haromdan, na shubhali narsadan topilganligini bilmayman degan ekanlar. Imom Buxoriyning otalar, meni qoldirayotgan meros mulkimdan na shubha, na bir harom qo'shilganini bilmayman. Mana shunday poklikning natijasida bu zotlardan Imom Buxoriydek zotlar tug'ildi. Shuning uchun azizlar, biz o'zimiz uchun ham, avlod va zurriyotlarimiz uchun ham juda halollikni e'tiborni qilishimiz kerak bo'ladi.